Voy, mana mazza qilib odam kompyuter ko'rib o'tiribdi. Mana bu tort va mana bu cupcake'dan ham yesak bo'ladi. Qani ekan keksdan ham. Xo'p, birinchi mana bundan yeb. Hmm. Voy, bo'ldi, vashshi zo'r chiqdi. Voy, yaxshi. Bola buni yeyishga qorin to'yib qoldi. To'g'risini aytsam bo'ldi. Barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahis va men yangi videorolikimga xush kelibsizlar do'stlar. Bola yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Sizlardan so'rasa yaxshimisizlar bola? Aytgancha bola tezroq bizlarni kanalimizdan bir qilib qo'yinglar bola, bilasizlar-ku. Ay, yaxshi bo'ldi. Buni qaranglar, mana bu yerda tortchi brat kelgan, tortchi brat ana shu tortlarni maqtab qaraychi, mana cho'tki qilib bizga berib sotayotibdilar. Voy, juda ham ajoyib ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz janob? Ay, yaxshi, yaxshi. Kechirasiz, ismingiz nima? Boydan beri kelib tort olib ketyapsiz. Nima to'ymaysizmi deyman, ha? Shirin chiqibdimi? Ha, meni ismim Shahis va tortlar juda ham shirin. Lekin menga bunaqa yoqmaydi. Menga boyagi shokoladni va shu yoqadi-da. To'g'risini aytsam, mana buni ham yemoqchi edim, lekin hozir to'yib qolganligim sabab yeyolmayman, lekin juda ham ajoyib chiqqan sizda barcha tortlaringiz. Voy, juda ham katta rahmat. Lekin men buni tayyorlashim uchun menga katta joy kerak. Men uni hozir tayyorlashim uchun nima desam bo'ladi? O'zimni ishxonam kerak. Yana shaharga borib kelmayman-ku. Ha, to'g'ri aytasiz bo'lmasa. To'xtang. Nima qilsak bo'ladi bo'lmasa? Hozir tutib turing, bo'lmasa men shunday merdan bironta bo'sh joy bo'lsa so'rab kelaman. Va juda ham yaxshi bo'lardi. Okey. Va do'stlar, hozir merdan so'raymiz. Qani bo'sh joy bormi ekan? Bo'sh joy bo'lsa ajoyib bo'lardi. Hoppa. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima gap? Tinch, rahmat. Qaroch, qarangda, mana bu yerda mana bu bitta tortchi kelganda, tortchi uchun bironta uy yo'qmi? Bironta biznesini boshlamoqchi. Bilasan-ku, Shahis, bu yerda yo'q-da uy. Yo'q-e? Bitta ham ortiqcha uy yo'qmi? Normalniy pul bermoqchi. Yo'q, tortini aytsam yo'q. Afsus, lekin men bergim keladi, lekin hamma yer bandda. Yoki seni chiqarib yuboraymi? Yo'q, kerak emas. Mana do'stlar, bu yerga вообще band ekan u, band. Nima qilsak ekan unda? Hop, tutib turinglar bo'lmasa. Janob. Nima? Joy topildimi? Yo'q, lekin menga zo'r fikr keldi. Meni o'zimni uyimni o'zida vaqtinchalik ishxona qilib tursangiz bo'ladi. Faqat vaqtinchalik. Vaqtinchalik? O'zi vaqtinchalik kelgandim. Mayli, unda ham vaqtinchalik bo'lsa vaqtinchalik. Bo'lsa hamma narsalarimni hozir olib kelaman. Mayli, juda ham ajoyib bo'lardi. Xo'p, mayli do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Bu hozir meni uyimni chivotga qilib o'ziga ishxonacha qilib olmoqchi. Mayli, qani nima bo'lar ekan? Mayli do'stlar, nima ham derdik, bo'lmasa men o'zimni narsalarimni yig'ishtirmasam bo'lmaydi. U meni uyimni nima desam bo'ladi? O'zini ishxonasi qilmoqchi. Faqat vaqtinchalik do'stlar, meni o'zimni roziligim bilan. Do'stlar, mana bu yerdagi narsani ham olib olish kerak do'stlar. Bilasizlar, bu yerda meni o'zimni juda ham kerakli narsalarim bor do'stlar. O'zingizlardan so'rasa yaxshimisizlar bolalar? Qoshim qalay? Qoshimni videolarini ko'ryapsizlarmi? Qoshim videolari qanday chiqyapti-yu, meni videolarim qanday chiqyapti do'stlar? Men ham Qoshimni taniyman bilsanglar agar. Qoshim yaxshi bola. Lekin mendek bo'la olmaydi Qoshim baribir. Men baribir zo'r videolar qo'yaman, bilasizlar bolalar. Menga yetekoni yo'q bolalar. Kitoblarni ham olsam zo'r bo'lardi. Mayli, qolganlarini tozalab olar. La. Voy, odamni qorni ochib ketdi-yu bolalar. Hoppa. Voy, buni qaranglar nimalar qo'ygan. O'zi boya ko'rgandim, prosta video olganim uchun voy deb buni qaranglar, odam qorni juda ham ochib ketdi-ya, juda. Shahis. Voy, kim edi bu? Voy, salom, oshpaz qishloqqa. Voy, tepang nima qildi? Voy, yondirib yubordim. Qara, nima ko'rdim. Ko'rdim, ajoyib. Voy, buni nima o'chratdi? Men buni o'shirga qo'yib qo'ydim, keyinroq bo'lsin dedim-da. Kir, soq kir. Bu yerga nima ko'rgansan? Kirga ko'rasan ekan.
Hop, mayli. Voy, buni qaranglar, вообще nimalar qurib tashlading? Ya, hammasini totib ko'r. Hammasini bemalol totib ko'rishing mumkin. Ana o'qishloqlik esa keyinroq beraman. Voy, rostdanmi? Albatta. Ha, voy, rahmat, lekin mayli unda. Do'stlar, buni qaranglar, bo'lmasa qaranglar. Bittalab totib ko'ramiz, do'stlar. Nima desam bo'ladi? Bo'lmasa qornim to'yib qolishi mumkin. Qaysinidan totib ko'rsak ekan, do'stlar? Bundan totib ko'ramizmi yo bundan totib ko'rish? Mana shundan boshlaymiz, do'stlar. Qani. Voy, ajoyib-ku bu. Ana nima desam bo'ladi, tort. Ha, nima totib ko'raver. Voy, buni qaranglar, shunchalar shirin bo'ladimi? Men buni yegandim adashmasam, men yegandim. Buni ham yeb ko'raylikchi. Bu qanaqa ekan? Bu ikkinchi tort qanaqa bo'ldi? Bu sushili, yeb ko'r ajoyib. Sushili nima degani? Sushini o'zi ovqat-u. Aytmoqchi bo'lganim guruchli, nima tushunmaysanmi nima? Ha, mayli, qoni bitib ko'raylikchi. Voy, mazza-yu bolalar, vashshi mazza qo'rayapman bularni yeb. Вообще ajoyib. Hozirdan qornim to'yib qolishni boshlayapti. Mana bularni qaranglar turishini. Davay, yemaysanmi? Ha, yeyman, bu turishda to'yib qolaman-u. Davay, ye. Voy, вообще yo'q. Ana buni ham yeb ko'raylik. Qanaqa ekan bu? Bu olchali ekan, mayli. Bu qanaqa bu? Men bilmasam bu qanaqaligini. Bu ajoyib, yeb ko'r bu. Buning olchali bo'lsa, boyagi birinchi, ikkinchi esa gilosli. Yeb ko'rga maza qilasan. Bu gilosli emas-ku. Adashib ketdim, uchinchi gilosli edi. Anavi bu anorli. Anordan ham bo'ladimi? Voy, bolalar, bu juda ham ana bo'lsa kerak, nima desam bo'ladi. Achchiq sho'r bo'lsa kerak, ha. Yeb ko'ring, ko'p gapirmang. Hop, mayli. Voy, bu sho'rmas ekan, bolalar, shirin ekan. Qani giloslidan yeb ko'raylikchi. Mana buni ikkovi bilan ta'mi почти bir xil, unchalik farqi yo'q. Bu qanaqa ekan, ha? Bu shokoladli ajoyib. Bu qanaqaligi? Ham shokoladli. Nima farqi bor? Ha, bu qanaqa? Bu qulupnayli. Ha, bu shokoladli ekan, do'stlar, qani yeb ko'raylikchi. Ajoyib do'stlar, ajoyib. Va oxirgisidan keyin to'yish mana oxirgi bo'ladidan keyin do'stlar, bu tortni bittalab totib ko'rib, вообще yo'q bolalar, qani bitta shuni ham qani. Ajoyib bo'pti, bori juda ham ajoyib. Yoqdimi senga? Albatta yoqdi. Ana yuradi tashqariga. Nimaga? Tashqariga ajoyib joy bor. Mayli do'stlar, Mana bu tortni yeb ko'r. Bunimi? Buni yedimi? Ekan. Xo'p, mayli. Qani? Ajoyib, voy, tort ustiga chiqibman. To'xta, menda zo'r narsa bor. Nima? Hozir mana ko'rsaman senga. Okey do'stlar, buni qaranglar, mana bu yerda meni narsalarim bor. Bu qo'shnimning narsasi, bu esa bular meni narsalarim. Hop, telefonimni buni ham olay, qahvani bo'lmasa ketmayapti-yu, men buni ham yeb olishim kerak. Okey. Mana mazza qilib choychani ichimiz-de, nima qilibdi? Oppa, qani. Yaxshi. Mana hammasi joyida, mana hammasi chotki. Buni ham yeysam ekan, mayli, buni keroyima. Mana вообще ajoyib. Zo'r-ku. Zo'r bo'ladi-de. Ajoyib. Unda mayli, bemalol totib ko'raver narsalarni. Voy do'stlar, buni qaranglar, buni hozir qanday totib ko'rishni iloji bor. Bunga dashib, mana u qornim to'yib ham qoldi bolalar. Yemayman boshqa. Bitta mana yo'q. Bo'lmaydi do'stlar, to'g'risini aytsam, ketmayapti, вообще yoqmayapti-yu. Qishloq qilib bemalol ochiq deb e'lon qilishim. Nima deyapsan? Nima? Yo'q, ochiq deb e'lon qilma. Xo'p, mayli. Juda ham ajoyib qilibsan, borib bu uyni tepasidan bir qarab ko'rishim kerak deb. Bu menimcha qulupnaymi deyman-da bolalar, qulupnay. Buni ham tammi.
Bu voy tushunmadim. Oddiy blok emasmi bu? Voy, endi Qarovchi hozir ochib qo'yaman, tushundilaringmi? voy. Kechirasizlar. Nimaga senga beryapti? Biz menga bilmasam bu meni uyim, shu uchun berayotgan bo'lsa kerak edi. E'tibor qilmay, ye, ko'p gapirmay, tezroq ochishim kerak. Xo'p, mayli endi. Bu mana bu yeringga dog' tegibdi. Ha, bilaman. Ha, boshingni kuydirib olganingga kulgim kelyapti-ku. Yaxshi bo'lmasin ey. Ajoyib ekanmi? Mana bularni ham qo'yib yaxshi qilibsan. Ana endi odamlar ko'payadi. Odamlar ko'payishi aniq. Bo'lmasa to'xtab turma. Shunday, voy, jam o'tir bitta joyga. Men xursandman, mani yangi biznesim. Nima u? Shaharda biznesing yo'qmi? Bor. Короче, tushunmadim, to'g'risi bunga umuman tushunmadim. Hozir ochamiz bo'ldi. Ochadi. Mayli do'stlar, buni qaranglar, hozir buni tepadan ko'raylik-da, tepadan qanday ko'rinar ekan? Menga juda ham qiziqdi. Rasm olishim ham kerak bo'ldi, bilasizlar-ku. Okey. Bu ajoyib do'stlar, ajoyib. Qani bitta rasm tushirib olgam yaxshi. Oppa. Yaxshi. Oppa, mana bu yerdan sakrab, bale yaxshi. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan yana shahris bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr do'stlar. Bu tortlarni sizlarga ham olib qo'yaman. Albatta Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalim video ostida bo'ladi. Описаниеda va kommentariyada bo'ladi. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan yana shahris bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr.